Assalomu alaykum Islomjon Uz kanali obunachilari, ishqibozlari, chorva ishqibozlari obunachilar, mana o'zimizda Ojivazga nonlarimiz keldi. Qattiq nonlar keldi obunachilar. Zakaz olaveramiz, qancha bo'lmasin. Hop, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Qo'raqo'l qishlog'ida ekan. Nechta so'raganlar bo'lsa ham, qancha bo'lsa bor sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kimga qancha kerak tolqon, misol zakaz bersangni qilib berilaveradi akalar. Mana qattiq nonni tolqoni. Mana mana shu holatda chiqib keladi. Drabika qilib tegirmon qilib, nima qilamiz? Maydalab akalar mana. Mana shu holatda nonni to'kib, mana salafan malafanlarini tozalab, bolni chiqariladi dedi. Bu holatda tolqon bo'lib chiqadi akalar. Molga zo'r yem. Endi o'zingizga farqi bo'laverasiz. Qattiq nonni tolqoni. Mana shu nonni tolqoni obunachilar. Endalik tozadir, toza emas. Har xil ham bo'ladi, nafasi ham bo'ladi. O'ynan ham bo'ladi, patri ham bo'ladi. Qisqasi undan nima narsa qilinsa, hammasi pishgani mana tayyor. Buni biz maydalab tolqon qilib tayyorlab beramiz obunachilar. Misol bir kishiga 1 tonna kerak, 2 tonna kerak, 5 tonna kerak, fermer akalar zakaz bersangni o'sha 1-2 kun ichida qilib beriladi. Bir kunda qilib beramiz deya olmaymiz, 1-2 kunda qilib beriladi. Sababi ustonada bolalar chiqariladi, tozalab 1-2 kun navbatda tayyorlab beriladi. Tolqon qilib 40 kilolik, seni 40 kilolik, 50 kilolik, seni 50 kilolik qoplanadi, shunday ketaveradi obunachilar. Oborib mollarga shunday kepakka aralashtirib, kunjiraga ham kepakka aralashtirib beraverasizlar. Omiqtasi ichida ko'p bo'ladi. Misol nonning ichiga tuz ham qo'shiladi, non soda ham qo'shiladi, un ham bor, tuz ham haligi nima, suti ham bor, hamma narsa, pechenili ham bor. Pecheniliga misol bilasizlar, tuxum ham qo'shiladi. Shunaqa narsalar ham bor, shakar ham bor, misol ma'lum miqdorda shakari ham bor. Hammasida bor deya olmayman. Ma'lum miqdor, sababi nonning ichida keladi, shu pechenliga sal muddat o'tib qolgan, shunaqa pechenliga ham keladi. Branni, borobatda, qisqasi pechenlidan ko'p. Shunaqalar ham bo'ladi. Ko'ringlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar, zakaz beraverasizlar. Manzilimiz shu Namangan viloyati, Namangan tumani Qo'raqo'l qishlog'ida. Maktab 14-maktabni oldida manzilimiz. Hop, telefon nomer, o'zimning nomerimga aloqaga chiqaverasizlar. O'zim bilan bog'lanaverasizlar. O'zim aqabaqa chiqarib tayyorlab berilaveradi. O'zimga aloqaga chiqaverasizlar. Holatda akalar, semental sigir boqadiganlarga tavsiya qilamiz akalar. Hali buzovlarga ham, buzovlarga ma'lum, buzovlargacha kuchliroq qiladi. Ozroq qo'shasizlar, misol omoqda qilib. Sigirlarga, novvaslarga yog'siz semirtiradi. Siz bo'ydoqchilikka boqadiganlarga ham yog'siz semirtiradi. Semirtirish tez, o'ta ko'p chanqatadi, mol yegandan keyin o'ta ko'p chanqaydi buni. Endi odamga qana foydasi bo'lsa, molga ham o'shanda foydasi bor. Kuchlik deydi, kuchlik, haqiqatda kuchlik. Prosta o'zini bermaysizlar, omoqda qilib qolgan kepa-mepalarga aralashtiraverasan. Narxiga keladigan bo'lsa akalar, 3,5 ming so'mdan zakaz berasizlar, qilib beramiz. Endi dastavkasini kelishilgan holatda qilib beriladi, dastavkasini. Nonni o'zini ham so'raganlarga aloqaga chiqaveringlar, nonni o'zini ham. Nonni o'zini aqabaqa uzoqroqqa olib ketadiganlar, misol hech qancha moshinaga sig'maydi. Mana tolqoni Damasga ham 1 tonna ketaveradi, Laboga ham ketaveradi, shunaqa. Tolqoni nonni Labolarga o'sha keng labolar bo'lsa 5 kilo, 700 kilogacha sig'adi xolos. Shuning uchun mana maydalangani tayyor olib borasizlar, to'kasizlar, mollarga yem beraverasizlar, chumchi solib to'kasizlar, beraverasizlar. Butun nonning ichida bunaqa salafan qoplari ham bo'ladi akalar. Salafan qoplari ham ularni tozalab, ustiga tashlanadi. Uning barda turgan holatiga e'tibor bermaysizlar, sababi chiqarilyapti. Shu holatda tozalab, salafan malafanlarni olib tashladi. Tozalab chiqariladi. Zakaz beringlar, hop, zakaz berib
misol menga mashincha 2 tonna yo 1 tonna kerak yo 500 kilo kerak. Bir telefon qilib zakaz qilib qo'ysanglar, unga qarab qilib sizlarga tayyorlab ushlab turiladi. Misol hozir mashincha kunga men va'da bera olaman, deya olmayman. Hozir sal kamroq bo'lib turibdi. Endi 3-4 tonna, 5-6 tonna zakaz qilsa, 1-2 kun ichida qilib berishim mumkin. Obunachilar Tolqonni. Mashinaga qarab nima qilaverasiz akalar? 20 tonna, 30 tonna, 40 tonna, 50 tonna oyiga beradigan fermer akalar, misol bor, yem beradiganlar, ashula ham zakaz qilsin, shular bilan birga ishlayveramiz. Yil oxirigacha, yil boshidan yil oxirigacha ishlayveramiz akalar. Narx-navosini biz ham olamiz. Ustini pulini qo'yamiz, bo'ldi. Ustini pulini qo'yib sotiladi obunachilar. Shunga qarab nima qilaverasiz? O'zimiz ham mana shu sementallarga mana shuni yemidan beramiz. Tolqon, bug'doy yarmi qilib beramiz, aralashtirib. Sutni ham, unani ham beraveradi akalar. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosib qo'ying akalar. Xudo xolasa sizlarga mol tomondan ham boshqa tomondan ham yo'q ish qilamiz.